hurmatli podpishchilar. Ko'p kishi yozibdi, eringiz qani, eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qildim, nima ekan deyman. Kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu. Bekor bo'pti-da. Like bos, padishga qiyin. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy jonkalam, qo'chqorlarim ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib keling, chizni qo'shib salat. Bari nari qarab gapiring, og'zingizdan chiziq hidi keladi bir. Shipshingiz yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukr qil, menga qara. Nimangizga shukr qilaman? Tirik o'zi ko'ti yamoqku. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aksion bomba bo'lib ketdi. Ana ho'kiz bilan yashaganimda 3 ta ko'raydi istoriyamni. Hozircha 30 ta odam ko'rib o'tdi. Это вообще нереально. Men ham ajrashsammi-kana? Bu bilan yashayversam, aktivim tugul, ahvatim ham ko'tarilmaydi. Oy. Tabriklasanglar bo'ladi. Ajrashgandan keyin o'zimni shaxsiy mashinamni oldim. Xotin? Popolarimni yuvmabsiz-ku? Nima deyapman? Parashok yo'q-ku. Mana bagi parashok olib kelganman-ku. Nima qiladi u? Bu oq kiyimlarni oqartiradi, dog'larni ketkizadi, allergiya chaqirmaydi. 100% Germaniya xomashiyosida qilingan. Xotin hamma hozir reklama qilyapti-ku. Appini qaramani, xunukligini. O'zingiz tushundingizmi? Men ajrashaman siz bilan, yashamayman. Nimaga? Ana, ajrashgan qizlar mazza qilib yuribdi. Gullar oladi, mashinalar oladi, mana bunaqa karusellarda uchadi, kumkuk suvlarda cho'miladi. Ajrashamiz. Nimadir Lola? Kim eding Lola? Kamil Lola. Ana blogerman, yeridan shashgan. Ayni qo'yaverasiz. Seni videolaring deb men xotinim bilan ajrashdim. Sen ana gullar olib, mashinalar olib yurarding-ku, nima qilyapsan bu yoqda? Hammasi yolg'on ishonaveraysizmi? Pokazaxonchini aytaman. Dadasi. Tavba qildim. Nima qilyapsiz siz bu yoqda? Siz ana ko'mko'k suvlarda cho'milmoqchi edingiz, karusellarda uchmoqchisiz, nima qilyapsiz? Men Lologa ishonib, aldanib qoldim-da. Men sizni shunday yaxshi ko'raman, og'zingiz tutib ketsa ham yaxshi ko'raveraman, yirtiq ishtonlaringizni ham yaxshi ko'raman, katta kallaringizni ham yaxshi ko'raman. Yarashaylik. Bizni sevgimiz boshqacha. So'rsangiz, So'la, o'rmanglar, nima qilyapsizlar? shu ustakani eski imoratlarni buzamiz, 2 etaj baland qilib o'y ko'taryapti. Ustini uyda birinchi marta ishlashlaringizmi? Avo, Pulida qochiradi, ehtiyot beringlar, qaymi? qanday abita osh shashlik samsa kelyapti-ku. U taktika u. Ko'p ustalar ko'rganman ustini uyda ishlagan. Hammasini pulini bermay haydab yuborgan. Endi men dushman emasman. Turistlarga yaxshilik qilaman. Ehtiyot beringlar, qaymi? Aytdim qo'ydim mana. Hey, to'xtatish ketdik. Ketdik usta, haydang. Ishi bo'lmay qayerga ketyapsizlar? Qo'ying, biz bildik sizni kimligingizni. Nimaga? Siz o'yingizda usta ishlatib pulini bermaykansiz-ku. Kim aytdi sizlarga? Ana mo'ylovlik qizil kostyumlik aka. Ismatmi? Menga qaranglar uka, sizlar ishlaringizni qilaveringlar, qay. Hech qanday yolg'on gapirgan, davay. Men Ismat o'zim bilaman. Qandaysan? Assalomu alaykum jiyan. Hey, senga ham qiyin. Baribir o'gay-o'gayda. Nima demoqchisiz? Dadang aytmadimi holi? Nimani aytish kerak? Katta bo'lsa aytaman deydi. Jiyan, dadang seni aldab yuribdi. Dadang seni boqib olgan, o'gay dadang Ismat seni haqiqiy dadang emas. Ha? Yana men aytanim aytma. Oha! Hey! Oha! Ketding gapirmang menga, urmangam. Ha, nima bo'ldi? Onasi deb siz urishlaringizdan biletdim men, o'gay farzandligim. Har doim yomon urasiz. Ota uning bachasini urmaydi. O'gay? Ha. Qanaqa o'gay? Onasi deb hali ham ustamakin bor ekanda aytdim menga. Siz men boqib olgan ekaningiz-ku. Shu paytgacha aldab yurgan ekansiz men. Ketamanman. Usti shunday deydimi? Assalomu alaykum aka. Usta aka noy qayerda? Ustini bilmayman. Aksiyadan mebel, mash texnikalarni olib kelgandim. Shularni tushirishim kerak, o'yin topa olmayapman. Narsalar tushirish kerakmi? Hazillashdim. Men usti. Mana men o'yim. Kirgizing davay, ha? Kiring. Yana shu darvozadan kirgan joyga qo'yasan. Nima qilib o'tiribsan sen? Ha?
yer olib kelding sen? Mana o'yim o'rdak nima berib olib kelsa, aksiyaga pullarni men berganman, tushunding? Mebellari, ana maishiy texnikalar pulini nima olib kelding beri? O'g'lim, nima deganing yodingda? Birinchi sen boshlading, ustalarni nima qilding? To'xtanglar qani. Qussiz kim berdi? Ay, manman usti, men kecha borib pullarimni to'lagan, manman usti, dokumenti mana pasportim yozilgan. Men usti, Qanday? Hey, sen aralashma. Qanday sen laqabing usti? Asli laqabing Ismat Churrak. Menga qara bacham, sen katta o'g'lini urasan Ismat, sen kichkina o'g'lini ur. Men ikkita o'g'li bilan o'zini bir. Men nima qilay? Bacham sen videoga ol, hech narsa qilma. Tushunding? Tiyoq yesak, ana yozib beramiz ustidan. Tushunding? Ketdik bachalar. Shunday qilishimiz kerak. Hamsaga qaytib bizlar arg'i qadam bosmaslik kerak. Tushundingmi? Sen hamsani tutib o'tirasan, men uraman. Ha, Ismat? Nima arg'i suvga tegaysan sen? Sen tegaysan-ki. Salam. Ha, ustiga bo'ldi, boram. Dada yomon urdi-ya usti bilan machalan. Malades bachalar, onangga rahmat aytinglar, 3 ta o'g'il tug'ib berdi. Bo'lmasa ustin bachalarni ura olmaydik. Qishloqda hozir bo'yin uramiz. Tushundinglarmi? Ayram. Aka-ukachiliklarni buzmanglar. Tushundingmi? Og'zi birlik buzilmasin. Ya men ayroman desalar, men ikkitasini urib o'tiraman. Hech qaysiga yordam bermaysan, Nima urushmaysan sen? Urishdim-ku. Menga qarang dada, Ismatda 3 ta o'g'li bor. Biza 2 o'g'il, 1 qiz. Ana bu ham o'g'il bacha bo'lganda urib deganmasin. Men nima qildim sen? Men qanday o'g'il qilaman men? Menda shu taktika bor. Qanday taktika? Eng zo'r urishdan o'g'li bor Ismatni. Shuni bu boshini aylantirsin. Ha, qolgan 3 tasini so'la sol. Qizim qilib bilasanmi? Bildi dadajon. Ketdik bachalar. Ayraman. Mama. Beraber ket. Hozir kelaman. Beraber. Dada, taktika o'xshab sening. Munur. Biza tayoqqa o'tirganda baytam sal xiyildaydi. Shu husni qiz aldadi dada. U shunday bo'lishini bilgandim-da men. Ikkita o'g'ayning arasiga bitta qiz tushib, biroz suvoqli odam joyi deb bilgandim men. Kechiring dada, takrorlang. Yo'q, qala oldim atush. Onang. Ovsinjon, trend olamizmi? Qanaqa trend? Ushlang. Молодой, бары как домой. Bu oldingi kelinlar qo'liga latta tushsa ham oyna, deraza artaydi. Hozirgilar qo'liga latta tushsa, yari barnun. Avat ishlar yot. Kelin memay. Oyizlik janonimning ko'ylagi. Ha? Biraki? Ey, jinnimisiz? Kiroya biraki qani? Ibida Jonboyda qanday kiraman? Ko'ylagi. Dadam bilan o'zim gaplashaman, savoya kirib. Yor libosi. Dada, Ya. nima shit etib berdi? O'zi mana vanorlar kurtaga otib tushlar qarab. Menga qarang, tomda shu bir xalta qo'lim bor, shuni olib tushib bering. O'zing olib tush, ibi. Men narvon tutib o'tiraman, narvon tuta olmaysiz-ku. Yuring. Ha, sen tutib o'tirasan, men chiqaman. Aki. Yuring. Ibi. Narvon qani? Zokir! Zokir! Ibi. Qanday tushaman endi men? Zokir! Biz Zokiraga tomdan nima gupirda aytibdi? Annem meshing bor, dadam toma katta tutmoq chiqqan. Men hayronman-da senga. Zokir 2 soatda men tomda o'tirman. Narvon g'ayr olib ketayoting. Molxonani tomga chiqdim, o'zim olib borib. Yolg'on gapirmasan. Sen yangi kiyim, men toma chiqarib qo'ydim. Diqiliq bacha. Neden biliyiz dada? Ibi men ham seni yoshingda yangi kiyib paytim buvang toma chiqarandim. Yomon. Bundan keyin men toma chiqarib qo'yma jilli. Birozgina dada desang bor molxonada o'tiraman, g'aymi? Hay dada, molxonada. Ey, narvon ol. Jonim dovcha olib beraymi, yeysanmi? Do'cha yo'qqa holi. Ibi san chilib o'ynarsan topaman, qara. Hey! Ha dada. Ahol daraxtda do'cha yo'q, nima gulini to'kib o'tirsan daraxt o'tdi yo'q. Hozir. Daraxtda do'cha yo'q, bu yosh kelin kuyovlar romantika qilmay daraxt gulini to'kadi. Astag'firullah. Voy, kelin chaponi bor ekan. Shuni kiyib tualetga borib keling. महीना रसीदा वो मालका शोला मेरा फुल हो रची
Canım, kutu oldu mu? O sağındık adam sizi. Zokir aka, Ha? nima qilyapsiz? Dada? Nima qilyapsiz? Sen nima qilyapsan bu yerga kelishingli bacha? O'g'lim shunaqa prikol qiladi. Yo'q, ay, men o'tir ma'qul-yu. Bor, jonim. Ya dada shunaqa prikol etishgan. Endi Men qarang, qo'ying gaplaringizni qo'ying. Keliningiz bilan biz yaqinda bir biznes boshlamoqchimiz. Shunga ana uydagi mashina sotmoqchidik. Nima deysiz? Siz aytaydigan. mana mashina sotasan hozir. Jillimisan yo? Keyin nima qilmoqchisan? Ha, uy sotaylik. Hech nima ham sotilmaydi. Undan ko'ra shu mashina zaliga qo'yda pul olsang bo'ladi. Qayerdan olaman? Yur ko'rsataman. Boramiz. Aha. Yerga kel. Menga qara bacham, hozir Qarako'l tumani Kurukda joylashgan pul makonda mashina bilan uy garov evaziga pul beradilar. 10 milliondan 300 milliongacha. Qancha muddati? 6 oydan 4 yilgacha beradilar. Zo'r ekan. Keyin ana uni ham eshitdim, mashina beradi. Ha, bu yerda mashinani beradilar, rasroshkaga bo'lib to'lasha foizsiz. Astak nomerlarga telefon qilsa qo'shimcha ma'lumotlar olaverasan. Zo'r ekan, ha. Nima qilding darov? Nima qildim? Jonimdek quchoqlar. Berga kel. Olib kel bacham, emizamiz bachasini. Kelin siz ham olib keling. Bibi. Kelini bachasi bo'libdi-ku. Ay, siz qayerdan bilasiz o'zi apparatmisdan? Kinolarda ko'rganman. Deb ketsa bachasi bo'ladi. Kecha salonni egandi shu. O't qara kelina jilli. Ha, Zokir. Ha, dada. Nima bishmaganda o'chan terib o'tirsan? Ha, siz to'g'ri aytibsiz, keliningiz homilador bilan shunga nevarangizda o'cha terib Taksi ko'zmi nima balo ekan? Ha, kelina bo'lsa terib. Tashlang, Zokir aka. Bachamiz uchun tashlang. Tomda nima qilib o'tiribsan? Keliningiz taksi ko'zida ana shu tomdan o'zim tashlasam shu taksi ko'zi to'xta ekan. Ey, senga joning kerakmi, bacha kerakmi? Menga bacha kerak dada, men tashlayman o'zim. Ko'rdingizmi, bir bachani boshini yedingiz. O'ldi u yetmay. Umrimni yeding sen, qanaqa xotin sanabding qarama. Dada. Yana nimaga kelding yetmak? Taksi ko'zda endi mashina minmoqchi bu. Mashin? Ey, uyda Cobalt minsin shuni. Bachamiz havo minasi kelyapti. Haval minam. Havali nima u? Ana Buxoro shahridagi Vlad Avtocity'da joylashgan Haval avtosalonidan Haval H6 ni minmoqchi. Bibi, bacham, men uyda ortishyapman, pulim yo'q, H6 olib berishim. O'zim tan narxini 48 oy bo'lib to'lasha ber ekan dedi. Undan tashqari bonusiga parol, polik, yana u tangirovkalarni bonus qilib ber ekan. Buxoroda boshqa avtosalonda yo'q u narsa. Zo'r ekan-a? Ha, boringlar olib kelinglar bu. Olaverami? Ha, nevaramiz uchun keyin. Ha, nevaraysan. Zokir aka, Yes, ana sherma keling, bor taksi ko'zing bilan bor. Men umuman bajarmayman san shartingga. endi bu siz emas, dadajona. Borinda dadam o'zing ayt. Men qilmayman. Bor yo'qol, bor. Hay. Sir. Chiq aka. Menga qarang kelib, to'g'ib keyin o'yat. Tushundingizmi? Katta odam shunday yashaytamanmi men qishloqda? Ketay. Nima shart aytding dadam? Qishloqda shurt kiyib degansan. Sen jillimisan kelling deshing bormi yo seni? Dadam ham shunday deysanmi? Tusholdima ketdik endi. Qani? Onang oldi, yur.